Bu Simba. Bu oldingi Simba. Bu pishiqda bilmadim biroq nedan kelib qolgan. Bu Simbaga yarim soat salomon shudi yuratijaq bo'ldim, biroq hech yuranmadi. Shu sakrada qo'l tishlovdan boshqasini bilmaydi. Mana siz kichkina vaqtida mazza bo'ldi deganda, u kichkina vaqtni zo'r etdi. Buni o'ynaydi edi. To'p tepsang to'p takladi edi. Bu uqayib qoladi, nima bo'lib qoladi, men bilmayman. Endi eslasak kichkina vaqtni zo'r etdi. Bunday korobkasi bor edi. Shu korobkada ovqatlanib, korobkada uxlab turib, jatib xullas korobkadan chiqmaydi edi. Sen uqayib boshladi, jurt boshladi, harakatning bari boshladi xullas. Kun o'tgan sayin ko'chadan odam o'ta olmaydigan bo'lib boshladi bu. O'tganga qaraydik, ketganga qaraydik. Yosh bolalar o'zlari kelib o'ynaydigan bo'lib ketdi keyin. Bu narsa shu itning qonida bormi deyman, uni tishlash. Ne beradi sana shu, ne beradi? Simbaga yana bir-ikki narsa qildirib ko'rdim. Birga bir to'g'lashib ko'rdik. Yankulchakda o'chib ko'rdik. Salom. Qo'ling bilan deb berasan salom. Qo'l tishlab bo'ling, qo'l tishlab. Shu bilan birinchi qismimiz tugadi. Keyingi qismda nu yurasak bo'ladi itga. O'zi it nu narsalar yurana olami? Shu savolga javob qoldirib kelsangizlar bo'ladi. Shu bilan o'z filmimiz nihoyasini yetdi. Sizlar bilan bu Alisher televideniya kanali bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Yakshanba kuni ko'rishguncha.